Assalomu alaykum azizlar. Toshkent telekanalida sizni eshitamiz jonli loyihasi boshlandi. Demak, sizni qiziqtirgan savollarga albatta biz javob beramiz. Bundan avval esa bugungi studiyamizga tashrif buyurgan mutaxassis bilan tanishtirib o'taman. O'zbekiston Fanlar akademiyasi Bioorganik kimyo instituti ilmiy xodimi Aziza Ishmuratova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat. Juda ham yaxshi. Sizni studiyamizda ko'rganimizdan g'oyat xursandmiz. Aziza, siz ishlayotgan yo'nalish bioorganik kimyo, oddiy kishilar uchun tushunarli tilda aytganda aynan nimani o'rganadi? Oddiy xalqimiz uchun tushunarli tilda aytganimda, aynan bizning institutimiz o'sha xalqimiz ishlatib keladigan dorivor o'simliklarni ilmiy ravishda o'sha miqdorini, me'yorini, uning haqiqatdan o'sha dorivorlik xususiyatini, zaharlilik miqdorini, iste'moli mumkin emasligini tekshirishlar yoki har bir tabiiy dorivor o'simliklar shunday tekshiriladi. Aynan mana shu sohaga qiziqish qanday paydo bo'lgan sizda? Bu sohaga qiziqish shu yoshligimdan o'zi tibbiyot sohasiga qiziqib yurgan bo'lganman. Bakalavr payti kimyo fakultetida o'qiganman va kimyo fakultetining yo'nalishlari bor. Organik kimyo, analitik kimyo, bioorganik kimyo. Aynan o'shanda bioorganik kimyo yo'nalishida diplom ishim shu yo'nalishda bo'lgan va rahbarim qiziqtirgan. Aynan o'sha yo'nalish meniki ekanligini juda ham ishimni o'zim sevib bajarganman. O'sha eslayman, izoniazid degan dori bor, preparat. Bu preparatni organizmga aks ta'siri, ya'ni o'sha o'pka silida ishlatiladi. Aks ta'siri o'sha bosh miyada gallyutsinatsiya chaqirib, aks ta'sirlari juda ham ko'p. O'shanda bakalavrda rahbarim boshchiligida tabiiy, ya'ni biz xalqimiz shirin miya deydi, shirin miya tarkibidagi o'sha glitserizin kislotasini ajratib olganmizda, glitserizin kislotasi bilan kompleksini olganmiz. Kompleksini olganimizda bu preparat o'sha aks ta'sirlari kamaygan, to'g'ridan to'g'ri kasallikka ta'sir qilishi isbotlanib berilgan. Shu bo'yicha juda ham qiziqib ketganman. O'sha tabiiy dorivor o'simliklarimizni tarkibida shu darajada faol, kuchli faol moddalar bor. Ulardan biz to'g'ri foydalanishni tatbiq qilishimiz kerak jamiyatga deb shu yo'nalishga kirib ketganman. Siz har bir tabiiy dorivor o'simliklarni tekshirasiz va inson organizmiga qaysi bittasi ko'proq foydali ekanligini juda ham yaxshi bilar ekansiz. Misol uchun, oddiy tilda bugungi kunda isiriqlarni ham aytishadi, o'rganish ishlari olib borilsa kerak yoki bo'lmasam o'sha immunitetni ko'taruvchi ba'zi bir namataklarni o'rganish olib borganingizda nimasi foyda, nimasi aks ta'sir etuvchi, kimlarga mumkin emasligini ham yaxshi bilar ekansiz. Shu o'rinda nima uchun Aziza, uzr so'rayman, sizning gapingizni bo'ldim. Nima uchun bu haqda men gap ochdim? Chunki tomoshabinlarimizga tushunarli bo'lish uchun soddaroq tilda aytdim. Agarda ularning sohalariga qiziqsangiz yoki bo'lmasam qandaydir savollaringiz bor bo'lsa, mana shu tabiiy dorivor o'simliklar haqida bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi 71 kodi bilan 244 0141 raqamiga. Ana endi esa inson organizmiga o'sha tabiiy dorivor o'simliklarni sanab o'tsangiz, qaysilari bizga foydali, ko'proq biz har kuni iste'mol qilishimiz mumkin bo'lgan? Tabiiy dorivor o'simliklar tarkibida kuchli faol moddalar saqlaydi. Har qanday tabiiy dorivor o'simlikni surunkali iste'moli taqiqlanadi, mumkin emas. Sababi organizmimiz o'zi sog'lom metabolizm kechish kerak. Biz tabiiy deganimiz uni tarkibida faol moddalari bor. Ular farmatsevtik ta'sirga ega faol moddalari bor. Ya'ni davo chorasida ishlatiladigan ta'sirga ega. Uni uzoq muddat iste'moli albatta bu juda ham salbiy oqibatlarga olib keladi. Xalqimizda bir gap bor-ku, asalni ham ozi shirin. Bu gap aynan tabiiy dorivor o'simliklarga qaratilgan deyman-da. Shu o'rinda isiriq deb gapirganingizga e'tibor berdim. Isiriqni xalqimiz ko'p ishlatadi dedingiz. Xalqimizga murojaat qilmoqchiman. Agar siz isiriqni endi ota-bobolarimiz ham ishlatib kelgan, tutatib, shu bakteriya, viruslarni o'ldiradi. Haqiqatdan shunday xususiyati, ya'ni tarkibida faol moddalar bor. Lekin biz foydali
moddalaridan tashqari uning zaharli toksik moddalar, ya'ni alkaloidlar deymiz, alkaloidlar ham tutadi. Aynan isiriqda bu alkaloidlar miqdori juda ham baland bo'lganligi uchun ko'p eshitib qolaman ba'zi aholimiz ichida ko'pchilik shamollaganda yoki bir kasallikda isiriqda damlab ichishlari kuzatilar ekan. Iltimos, murojaatim bu qat'iyan noto'g'ri, mutaxassis sifatida bu mumkin emas deyman. Chunki tarkibidagi alkaloid moddalar saraton hujayralarini o'sha rivojlantirish xususiyatiga ega bo'lganligi uchun aynan isiriq damlamalarini iste'mol qilish mumkin emas. Bu ilmiy ravishda, ilmiy tadqiqotlarda isbotlanib kelinmoqda. Yana qanday dorivor o'simliklar mumkin emas? Shular orasida biz bilmaymiz-ku, endi eng asosiylarini siz bilasiz. Endi hozir shu xalqimiz ko'p iste'moli o'sha isiriq bo'lib eshitganim uchun hozir siz ham aytdingiz. Yodingizga tushdi. Yodimga tushdi. Xo'p, kurkuma o'simligi haqida suhbatlashsak. Kurkuma bu endi uni ham ko'pchilik immunitetni ko'taradi deya iste'mol qilishadi. Kurkuma tarkibida kurkumin degan modda bor. Kurkumin moddasi agar kurkumadan ajratib olinib bironta preparat tayyorlansa, bu уже davolovchi dozada bo'ladi. Biz profilaktika uchun kurkumani damlamalarini ichib yurishimiz albatta foydali. Chunki kurkumin moddasi o'sha viruslarga qarshi faolligi, saratonga qarshi faolligi ilmiy tadqiqotlarda yillar mobaynida olimlar tomonidan isbotlanib, ilmiy jurnallarda chop etib kelinyapti. Shu o'rinda xalqimiz noto'g'ri foydalanadi. Ko'p dietologlar endi maslahat beradi, ichishni tavsiya qiladi, to'g'ri, foydali. Ichishda aynan kurkumin moddasi oshqozonda hazm bo'lmaydi, so'rilmaydi. Demak, uni ichishni ham qoidalari bor. Qoidalari bor. Qoidasi nima? O'sha o'zimizning qora murch, ya'ni ezilgan qora murchdan juda kam miqdorda qo'shib ichishlik o'sha kurkumin moddasini so'rilishini ta'minlab beradi. Aynan chunki qora murch tarkibida piperin degan modda bor. Piperin moddasi kurkumin moddani oshqozonlarda so'rilishini ta'minlaydi. Shuning uchun aytaman, ota-bobomiz shunchalik kuchli bo'lganki, ular oshlarga o'sha qora murch bilan kurkumani birga qo'shib damlashgan. Namatak borasida nima deya olasiz? Shunday gaplarni ham eshitganman, kimlargadir mumkin, kimlargadir esa mumkin emas. Uning ham me'yori bor. Albatta, har bir dorivorda dorivorlik xususiyati bor o'simliklar yoki o'sha urug'lar hammasi chegara bilan ichiladi. Aynan namatak tarkibida C vitamini ko'p bo'lganligi uchun biz immunitetni tezroq tiklab berishini aytamiz. Qon juda ham suyuq bo'lsa, ko'proq namatakda ichish mumkin emas, sababi qon bosimini tushirib yuborishi mumkin. Shuning uchun me'yorda iste'moli albatta foydali bo'ladi. Juda ham yaxshi. Azizlar, biz jonli efirimizni davom ettiryapmiz. Qandaydir savollaringiz bor bo'lsa Izaxonga albatta telefonlarimiz ishlab turibdi. 71 kodi bilan 244 0141 raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ayni daqiqalarda esa ilk tomoshabinimiz bizga qo'ng'iroq qilib tushdilar va biz ular bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum. Allo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat, Otajon. Savolim bor edi. Yo'lashingiz mumkin albatta. Meni qaynatam, yoshlari o'zi 60 ga yaqinlashib qolgan, sahrlari bor, ya'ni diabet kasalliklari. Har doim o'lchaganimizda 10 dan baland yuradi. Endi ular yosh katta bo'lganlar uchun dori vositalarini emas, ko'proq tabiiy o'tdan ichishi ma'qul ko'radi. Endi mana bu o'toq o'tlari, yana har xil bir o'tlar topib keladilar bozordan, o'shani ichib sahr davolayman deydilar. Bunaqangi baland sahr ko'rsatkichi bilan davom ettirganlar yaxshimi? O'tli dori vositalar bilan yoki haqiqiy mana bu dorilarga o'tganimizda yaxshimi? Nima deb o'ylaysiz? Agar tabiiylari bilan qoladigan bo'lsak, qaysilari aynan sahrda yordam beradi? Savol bermoqchiman. Rahmat. Tushunarli. Qandli diabet kasalligi aslida tibbiyotda kasallik hisoblanmaydi. Nega? Chunki qandli diabet kasalligini tarjimasi sog'lom turmush tarzi. Ya'ni ularda eng muhimi o'sha ovqatlanish ratsioniga qarash. Agar ovqatlanish ratsioni to'g'ri bo'lsa, ovqatlanish ratsionini o'sha qand miqdorini normada ushlaydigan oziq-ovqatlarni iste'mol qilib yursa,
bu kasallik hech qachon xavf tug'dirmaydi, kasallik hisoblanmaydi. Faqat davolanishda doim aytaman, o'sha aniq tashxisi bor bo'lgan kasalliklarda dorivor o'simliklarni shunchaki uning dorivorlik xususiyatini o'qibgina qo'yib iste'mol qilish xato. Albatta davolovchi shifokor nazoratida. Chunki qand miqdorini haddan tushib ketish ham giperglikemik holatlar yoki gipoglikemik holatlar, haddan tashqari ko'tarilib ketishi, tushib ketishi, bu har biri patologik holatlar hisoblanadi. Shuning uchun albatta o'zining shifokori, ya'ni mutaxassis bilan maslahatlashgan holatda tabiiy dorivor o'simliklarni faqatgina o'zining shifokori, mutaxassis shifokorga borasiz. Shifokor agar ruxsat bersa, agar shifokor ruxsati bilan yozilsa, iste'mol qilish mumkin. Shu yusinda shu qandli diabet, jigar sirroz, aynan aniq tashxis qo'yilgan bemorlarimizga murojaat qilaman, xalqimiz orasida bundaylar ko'p. Sizda aniq tashxis qo'yildimi? Dorivor o'simliklarni o'z boshimcha iste'mol qilish bu xato. Chunki dorivor o'simliklar, hozir aytib turibman, tarkibidagi faol moddalar davolovchi xususiyatdan tashqari, agar biz uni dozasida salgina adashsak, kasallikni kuchaytirib yuborish, kasallikni og'ir holatlarga olib kelib qo'yish xususiyatiga ham ega. O'shaning uchun albatta isbotlangan tibbiyotga murojaat qilasiz, shifokoringiz maslahati bilan iste'mol qilasiz har qanday dorivor tabiiy qo'shimchani ham, o'zining dori vositasini ham. Chunki aniq davolovchi protokollar bor kasalliklarda. Bu protokoldan chiqib ketish xato. Eng maslahatim, hattoki o'sha dorilarga bo'lgan ehtiyojda ham kerak emas holati bu tabiiy sog'lom ovqatlanish ratsioniga, qoidalariga amal qilsa, qandli diabet kasalligi xavfli kasallik hisoblanmaydi. Tushunarli. Rahmat. Ayni daqiqalarda biz biroz tanaffus qilib olamiz. Bizda reklama, undan so'ng yana davom ettiramiz. Marhamat. Qimmatli vaqtingizni sifatli reklamaga sarf qilmoqchimisiz? Unda bizda reklama. Men doim shunday uchishni orzu qilardim. Yo'q, biz dam olamiz deb o'ylagan. Tizzalarim nolimasligi uchun menga Terraflex Ultra yordam beradi. Axir uning tarkibida gingerol bor. U og'riqni yo'qotishga yordam beradi. Bo'g'imlarni tiklash uchun esa Hondra protektorlar va noyob kollagen saqlaydi. Sizning sevimli bo'g'imlaringiz uchun Terraflex Ultra bor. Yangi tariflarni kutib oling. Nima bor? 5G uchun trafik, musiqa va TVga obuna, roaming uchun trafik. Hatto dam olish kunlarida cheksiz internet. Eng asosiysi, yanada ko'p eng tezkor mobil internet. Tezlik uchun Ucellga. Bor! Har bir yaxshi kun Jacobs qahvasi bilan boshlanadi. Hayotning betakror ta'midan bahramand bo'l. Hammasi uyga. Azonda katta sotuv. Dala hovliga qilamiz parvoz. Azon! Hammasi uyga, hammasi uyga. Qo'shnijonlar uchib kelar ko'rishga. Hammasi uyga. Azonda katta sotuv, dala hovliga. Bozordan hammasini oldingizmi? Humans. Kreditchi? Kreditni to'ladingizmi? Humans. Yordam beramizmi? Humans. O'zingizga mahsulot sotib oldingiz. Muhtojlarga yordam bering. Humans. Aqllilar uchun har kuniga. Faol hayot tarzi juda ko'p kuch talab qiladi. O'zimni kuchli va go'zal his qilishim uchun menga kalsimin yordam beradi. Kalsimin bu tarkibida 5 ta mineral bor yagona kalsiy preparati. Minerallar kuchli suyaklar va nafis tirnoqlar uchun kollagen hosil qiladi. Men kuchliman va jozibadorman. Kalsimin. Bayer. Qaynoqqina qahva, samimiy suhbatdosh va albatta siz sog'ingan qo'shiqlar. Xullas, xiyobonda ko'rishamiz. Azizlar, jonli loyihamiz o'z yo'nalishida davom etadi. Ayni daqiqalarda esa yana bir qo'ng'iroq egasi biz bilan bog'landilar. Demak, eshitamiz. Marhamat, assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlar? Bir savolim bor edi.
Marhamat. Rozmarin o'tini miya qon faoliyatiga foydasi bor deyishadi. Uni choy qilib ichgan yaxshimi, yo'q anaqa ovqatlarga iste'mol qilibmi? Tushunarli, rahmat. Hozir savolingizga javobni eshitamiz Azizaxondan. Marhamat. Rozmarin juda ham foydali. Damlama holatda ichishni tavsiya qilmayman, chunki tarkibdagi efir yog'lari kuchli hisoblanadi. Jigar hujayralariga ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni jigar hujayralarini zararlashi mumkin. Eng yaxshisi ovqatlarimizda, ya'ni go'shtli taomlarga qo'shib ishlatishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi va go'shtga ham maza beradi, ham davo beradi. Doim shunday deyman, efir yog'larini ushlagan har qanday o'sha ishlatiladigan o'simliklar go'shtli taomlarga qo'shish foydali bo'ladi. Juda ham yaxshi. Buyrakdagi toshlarni tushiradigan o'sha o'simliklar haqida ham gapirib bersangiz. Bir sizni chiqishingizni ko'rgan edim, bu xavfli degan edingiz. Marhamat. Buyrak tosh kasalliklari hozir juda ham avj olgan paytda, chunki ovqatlanish ratsionimizga bog'liq, juda ko'p omillarga bog'liq. Ko'pchiligimizda buyraklarimizda yoki tuz yoki tosh holatlarga ketib qoladi. Aynan dorivor o'simliklar ichida ilmiy tadqiqot olib borganim, Rubia tinctorum L o'simligini 3 yil davomida o'rgandim, lekin xalqimiz tilida ro'yon o'simligi deyiladi. Ro'yon o'simligi shu darajada kuchliki, xalqimiz uni buyrak tosh kasalliklarida ishlatilishini bilmaydi. Ko'proq bo'yoqda ishlatiladi. Ya'ni o'sha tabiiy bo'yoq sifatida ro'yonni o'zida qizil rang chiqargani uchun o'sha qizil bo'yoqlar olinadi. Tabiiy ipaklar bo'yaladi. Lekin buyrak tosh kasalliklarida o'rganganimda aynan tarkibidagi o'sha alizarin, purpurin degan moddalar buyrak toshlarini, ya'ni oksalat, fosfat toshlarini g'ovak holatga keltirib berish xususiyatlariga ega ekanligini tekshirganman. Bu juda ham ajoyib xususiyati, chunki buyrak toshlari kristal holatda bo'ladi, o'tkir. Siydik yo'llariga tiqilib qolish xavfi juda ham baland bo'ladi. Agar bunday holat kuzatilsa, faqatgina operativ holat bilan davo chorasi ko'riladi. Jarrohlik amaliyoti bilan. O'shaning uchun buyrak toshlarigacha bormaslik uchun yengil siydik haydovchi damlamalar ichib yurish juda ham foydali aslida. Aynan buyrak tosh kasalligida o'sha ro'yon, o'zimizning xalqimizda ishlatiladigan ro'yon o'simligi juda ham foydali. Shu o'rinda aytib ketaman, biz doim foydasi haqida 5 daqiqalik yoki 1 minutlik Instagramlarda videoda foydasi haqida gap ketadi. Foydasi har qanday dorivor o'simlik juda kuchli hisoblanadi. Ularning zaharlilik darajasini biz ilmiy tadqiqotlarda tekshiramiz. Agar zaharlilik baland bo'layotgan bo'lsa, bunday dorivorlarning iste'moli taqiqlanadi. Buyrak tosh kasalligida ishlatiladigan mana shu ro'yon o'simligi zaharligi kam, lekin aynan tarkibidagi o'sha faol moddalari aytibman, kuchli bo'lganligi uchun 12 yoshgacha bolalarga mumkin emas, taqiqlanadi. Homilador, emizikli ayollarga taqiqlanadi, mumkin emas. Va buyrak yetishmovchiligi kasalligida, o'tkir o'sha gelonefrit holatlarda aynan o'sha dorivor o'simlik umuman mumkin emas. Faqat yengil tabiiy profilaktik holatlarda ushbu damlamani ichish mumkin. Yana aytib o'tib ketaman, shu gapimni oxirigacha, ko'p ichish, ya'ni o'tkir qilib damlab, surunkali ichib yurish mumkin emas. Eng uzog'i aynan ro'yon o'simligi 10 kun. Juda kam miqdorda. Kichkinagina, ya'ni ildiz ishlatiladi, kichkinagina bir bo'lak, 1 santimetrlik ildizchasini yoki ezilgan bo'lsa, yarim choy qoshiq o'sha ildizdan damlama tayyorlab 2 mahal ichib 10 kundan ziyod ichish mumkin emas. Chunki dorivor o'simliklarni, ya'ni kuchli tarkibga ega bo'lgan dorivor o'simliklarning foydasi ularning kam miqdorida ko'riladi. Juda ham kam miqdorida. Me'yordan oshdimi, miqdordan oshdimi, bu doim organizmimiz uchun zararga ishlaydi. Buni har qanday dorivor o'simlik iste'molida albatta bu o'sha anaqani unutmaslik kerak, me'yorni. Mutaxassis sifatida aytingchi, har bir dorivor o'simlikni o'sha tarkibida nimalar borligini juda ham siz yaxshi bilasiz. Shuning uchun bizga kundalikda qanday o'sha tabiiy o'simliklarni tavsiya qilgan bo'lardingiz? Ichib yurishni yoki bo'lmasam kimlarga mumkin emas? Tabiiy o'simliklar deganimizda bizning xalqimiz ozroq chalkashliklar hozir ro'y beryapti, chunki hamma shu Instagram, televideniyada bong uryapti, tabiiylikka o'tamiz, tabiiy narsalardan foydalanamiz. Tabiiy deganda fikrlarni ikkiga bo'lib oling. Tabiiy doim iste'molimizga mumkin bo'lgan oziq-ovqatimiz bor.
tabiiy dorivor o'simliklar bor. Dorivor o'simliklar doimiy iste'mol uchun mumkin emas. Chunki ularning tarkibida faol moddalari davolovchi tarkibga, ya'ni davolovchi ta'sirga ega, farmakologik ta'sirga ega o'simliklarda. Oziq-ovqatlarimizda, tabiiy oziq-ovqatlarimizda albatta doim iste'mol qilib yurishimiz mumkin. Hozir o'zimni juda ko'p kanallarimda ham aytaman. Tabiiy doim iste'mol qilib yurish mumkin bo'lgan oziq-ovqatlarimiz organik holatda o'stirilganlari. Organik holatda o'stirilgan oziq-ovqatlarni doimiy iste'moli organizm uchun juda ham foydali, ya'ni organizm o'zini metabolizmini normada kechishi uchun, o'sha doimiy sog'lig'ini asrash uchun juda ham foydali hisoblanadi. Tabiiy organik mahsulotlar. Bular qaysilar? Organik deganda biz o'sha kimyoviy o'g'itlar ishlatilmagan, tarkibida og'ir metallar, pestisid, gerbisidlar saqlamagan oziq-ovqatlarimiz. U poliz ekinlari bo'ladimi? U ko'katlar bo'ladimi? Barchasi bu mevalar, hattoki bular hammasi organik hisoblanadi. Tarkibida o'sha pestisidlar saqlamasa, kimyoviy o'g'itlarsiz o'ssa, ya'ni kimyoviy ishlov berilmagan yerda o'sgan oziq-ovqatlarni tabiiy sog'lomligingizni, uzoq umr ko'rishni, eng muhimi sizdan sog'lom avlod qolishini xohlasangiz, albatta siz iste'mol qiladigan tabiiy oziq-ovqatingizga e'tibor bering. Dorivor o'simliklarni bilib bilmay iste'mol qilmang. Tabiiy dorivor o'simliklar faqatgina mutaxassis maslahati bilan, mutaxassisni ko'rsatmasi, ya'ni me'yorini belgilab berishi bilan iste'mol qilinadi. Asosiy salomatlik bu tabiiy metabolizmingizni saqlash. Buning uchun sizni yeydigan oziq-ovqatingiz sifatiga qaraydi. Agarda biz o'sha pestisidlarni, gerbisidlarni, o'sha og'ir metallarni yeyaversak, organizmimizni to'ldiraversak, bizdan sog'lom avlod ham qolmaydi. Ya'ni bu shunchaki GMO deymiz, ya'ni genetik modifikatsionni moddalar, bular hattoki o'sha genda o'zgartirish darajasigacha ega bo'lgan kimyoviy o'sha o'g'itlarimiz zarari juda ham kuchli bo'ladi. Ularni ham miqdori bor, me'yori bor, o'sha yerga sepish. Me'yordan oshirib yuborgan holatlarda albatta organizm uchun bu juda ham zararli va o'sha hozir ko'p uchraydigan surunkali kasalliklarning asl sabablari. Hozir juda ham ko'pchilikda saraton xavfi oshib ketgan, saraton kasalliklarini kuzatyapmiz. Bu borib faqatgina oziq-ovqatimiz sifatiga borib taqaladi. Ya'ni bizni oziq-ovqatimiz sifati juda ham muhim. Shu o'rinda xalqimizga murojaat qilmoqchiman. Siz O'zbekiston juda chiroylida, keng hovlilarda yashaysiz. Kichkinagina tor emas огородlarimiz, misol uchun ekin qilishimiz mumkin. O'sha o'zingizni hovlingizga hech bo'lmaganda kimyoviy o'g'itlar bermang. Organik holatini saqlang. U yerda o'stirgan kartoshkangiz, piyozingiz yoki pomidoringiz sizda organizmingizga davolovchi xususiyatga ega bo'lsin. Ana shu kimyoviy o'g'it bermasangiz, bu iste'molingiz sizni organizmingizni sog'lom saqlaydi. Sizga hech qanday dori, hech qanday kimyoviy dori, hech qanday dorivor o'simlik, boshqa narsa kerak emas. Organizm shunday, Alloh taolo shunday yaratganki, o'zining metabolizmi sog'lom holatda ishlab tursa, doim umringiz uzoq bo'ladi, sizdan tug'ilajak bolalar sog'lom bo'ladi. Ya'ni o'zimizni kelajak avlodimiz uchun ham o'shanday tabiiy sog'lom yerlarni o'zimizdan qoldiramiz. Hamma joyga kimyoviy o'g'itlarni sepib tashlashga men juda ham qarshiman. Aynan O'zbekistonimizda shunday organik yerlarni saqlab qolish, organik tovarlarni yetishtirish, mana shaharlarga ham, poytaxtlarda ham, aynan supermarketlarimizda, bozorlarimiz, rastalarida organik bo'limlar tashkillashtirishni maslahat beraman. Chunki o'sha qishloqlarimizda turgan aholi o'zining kichkinagina yerida yetishtirgan organik mahsulotlarini daromadga olib chiqishi mumkin. Ya'ni o'sha shahar sharoitiga yetkazib berishi bilan ular ham daromad qiladi, ham shahar sharoitidagi aholini salomatligiga xizmat qiladi. Albatta Aziza, to'g'ri aytyapsiz. Ayni daqiqalarda yana bir qo'ng'iroq bizni kutyapti. Qo'ng'iroq egasi. Assalomu alaykum. Allo, assalomu alaykum. Marhamat, sizni eshitamiz. Meni ismim Aziza. Mutaxassisimizga aynan shu miya faoliyatini yaxshilovchi, xotirani mustahkamlovchi tabiiy giyohlar haqida ma'lumot berishni so'rab qolardim. Javob uchun oldindan rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Miya faoliyatini yaxshilovchi. Bu juda ham muhim savol. Ko'pincha yana umumiy ma'lumot berib ketaman. Biz bittagina dorivorni ichsak,
biz miyamiz zo'r ishlab qoladi yoki bittagan dorivor o'simlikni ichsak jigarimiz yaxshi bo'lib qoladi degan narsa bu noto'g'ri tushuncha. Asosan umumiy salomatlikni asrashga qaratilish kerak. Sizga maslahatim o'sha miya faoliyati yaxshi ishlashi uchun eng avvalo uyqungizni to'g'irlang. Uyqu agar o'sha chuqur uyqu sifatli bo'lsa, hech qachon sizda nevrologik holatlar yoki o'sha boshda xotira yo'qolishi yoki miya faoliyati bilan bog'liq bo'lgan muammolar kelib chiqmaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, uyqudan 20-30 daqiqa oldin moychechak gulchalaridan damlama qilib iching. Aynan moychechakni damlama qilib ichganimizda juda ham tinchlantiruvchi, miyamizni faoliyatini, ya'ni yaxshilovchi xususiyatlarga ega. O'shaning uchun uyqudan 20 daqiqa oldin ichilganda moychechak gulchalarini damlab ichganimizda juda ham o'sha miya faoliyati ham yaxshilanadi, ham uyqu sifati yaxshilanadi. Juda ham yaxshi Aziza. Hozir Telegram sahifamizga ham savollar yetib kelyapti. Shunday savol yo'llangan: organik mahsulotlarning foydasi va kimyoviy o'g'itlar pestitsidlarni kasalliklarda sababchi bo'layotgani haqida ham gapirib bersangiz. Hozir shu haqida gaplashdik, menimcha ko'proq ma'lumot berdim. O'sha pestitsidlar, kimyoviy o'g'itlar ilmiy tadqiqotlarda 2003-yildan beri tekshirilib keladi va isbotlanib keladi. Aynan pestitsidlarni saraton hujayralariga ya'ni uyg'otishi, saraton xavfini kuchaytirib yuborishi ilmiy tadqiqotlarda tekshirilgan. Klinik tadqiqotlarda 70 ta kishining ustida olib borilganda aynan o'sha pestitsidlar, oziq-ovqatlardagi tarkibidagi kimyoviy o'g'it bilan yetishtirilgan pestitsidlar kasallikni avj olganini ko'rsatgan. Organik mahsulotlarni yeganda bu kasalliklar 80% gacha ko'rsatilmagani o'sha ilmiy klinik tadqiqotlar hattoki olib borilgan. O'shaning uchun xalqimizga juda ham qattiq murojaat qilaman. Iltimos, o'zingizni yeringizni organik holatini saqlang. Vaqti kelib tushunganingizda organik yerlar hattoki daromad olib kelganda siz birdaniga bu holatga o'ta olmaysiz. Chunki kimyoviy ishlov berilgan yerni organik holatga qaytarishimiz uchun juda ko'pgina mehnat talab qilinadi va vaqt, kamida 5 yil. Kamida 5 yilda biz o'sha yerni kimyoviy o'g'itlardan tozalashimizga to'g'ri kelib qoladi. Parazitlardan davolanishda aynan o'sha dorivor o'simliklarning ahamiyati haqida ham so'zlab bersangiz. Juda yaxshi savol. Aynan parazitlarga qarshi faollikka ega bo'lgan o'simliklar bor. Bu o'simliklarni hattoki isbotlangan tibbiyot ham tan oladi. Sababi parazitlarni davolashimizda faqatgina kimyoviy dori bilan davolash bu juda ham noto'g'ri va qiyin holat. Ya'ni o'sha ilmiy tadqiqotlarda ham, isbotlangan tibbiyotda ham ko'p murosalarga kelingan bu holatda, chunki aytaylik kimyoviy dori preparat ichganimizda parazitlarning hamma turiga ham ta'sir qilmaydi, bu birinchisi. Ikkinchisi, parazitlar har 9 kunda o'z qobini ochadi. Agar ular qobiq ichida bo'lsa, hech qanday kimyoviy dori vositasi ham ta'sir etmaydi. Lekin bunday kimyoviy dori vositalarini juda kuchli hisoblanadi, jigarga toksik ta'siri. Bir dona ichish mumkin, lekin uni surunkali ichish umuman mumkin emas. O'shaning uchun dorivor o'simliklardan foydalanish, ya'ni kompleks terapiyada birga foydalanish juda ham chiroyli yechim bo'ladi. Agarda o'sha kimyoviy dori vositalarigacha olib bormasdan organizmni yengil tozalab yurish ham juda ham foydali hisoblanadi. Biz boya gaplashgan kurkumin moddasi ham o'sha kurkumada antiparazitar xususiyatga ega. Aynan buni ham ovqatlarimizda ziravor sifatida ishlatib yurishimiz yengil parazitlardan qutulishimizga yordam beradi. Yana eng kuchli dorivorlardan dastarbosh, andis, zanjabil, bular hammasi parazitlarga qarshi faollikka ega ekanligi o'sha farmakologiyasi ilmiy tadqiqotlarda tekshirilgan, isbotlangan. Va shu yo'sinda xalqimizga yana bir ma'lumotni berib o'tmoqchiman. Parazitlarda hamma doim harakat qiladi oilaviy parazitlardan tozalanishga. O'shanda dorivor o'simliklardan oqshuvoq o'ti yoki ko'p achchiq shuvoq o'ti deb aytadi xalqimiz. Ko'pincha rus tilida eslab qolgansiz, polin deydi dorivor o'simligi. Aynan bu o'simlikni iste'molini taqiqlagan bo'lardim, chunki agar me'yorni bilmasangiz, aynan bu o'simlik tarkibidagi
aniqlangan modda organizmni yomon holatlarga, ya'ni sarxush holatlarga, hushdan ketish holatlargacha olib borishi, zaharlashi isbotlandi va hozirda taqiqlangan bu o'simlikni faqatgina o'sha foydali miqdori mutaxassis tomonidan ajratib olinib qo'llanishi mumkin. Lekin bilib bilmasdan ko'p miqdorda doimiy iste'mol qilib yurish, bozorlarimizdan olib ichib yurish aynan bu o'simlikda juda ham yomon holatlarga olib keladi. Shu o'simlikdan qochish kerak. Bilamizki Aziza, har bir kasallik rivojlanishini sababchisi eng avvalo inson organizmida immunitet tushib ketgani, immunitet yetishmasligi. Aynan o'sha immunitetni doimiy me'yorda saqlab turuvchi qanday o'simliklar bor, giyohlari bor? Tavsiya eta olasizmi? Aslida immunitetni hech narsa ta'sir qilmaydi. U organizmimizning sog'lom o'zining metabolizmi, o'zi immunitetni ko'tarish degan tushuncha aslida xato deyman doim. Chunki bunday dorivor o'simliklar yo'q. Immunitetni ko'tarish yo'q, organizmda jarayonlar bor, metabolizmda kechadigan jarayonlarga ta'sir etiladi. Metabolizmga o'sha organizm o'zini immunitetini o'zi tiklaydi va o'zini immunitetiga, immun anaqasiga javob beruvchi o'sha hujayralarimiz bor. Biz bunga tegina olmaymiz. Ularga teginish xato. Ya'ni immunitetga javob beradigan organizm o'zining mexanizmi bor. Bunday o'simliklar yoki nima desam, immunitet deb targ'ib qilish xato deyman-da. Dorivor o'simliklar doim ham bizga kam miqdorda o'sha metabolizm jarayonlariga ta'sir etishi mumkin. Va o'z-o'zidan albatta immunitet, inson immuniteti ko'tariladi. O'zi umuman olganda sog'lom metabolizmda hech qanday kasalliklar kuzatilmaydi. Agar bizning qaysidir bir jarayonda metabolizmda xatolik bo'lsa yoki o'sha klinik belgilar ko'rinib boshlaydi. Ya'ni o'sha kasalliklar rivojlana boshlaydi. Dorivor o'simliklarni uy sharoitida biz qanday qilib to'g'ri saqlashimiz kerak? Juda zo'r savol. Faqat dorivor o'simliklarni aytmoqchi emasman. Xalqimizga yana bir murojaatim bor. Bizni ota-bobomizdan qolgan choy xaltalarimiz, non xaltalarimizni biz avlodimizga o'rgatishimiz kerak. Biz ularni saqlab qolishimiz kerak. Hozirda o'sha polietilen salafanlarda saqlaymiz. Bu juda ham xato. Chunki bunday sintetiklar, ya'ni o'sha polietilen salafanlar o'zidagi tarkibidagi o'sha plastmassali anaqa mahsulotlarda, idishlarda saqlashadi. Bu juda xato. Chunki ular ma'lum miqdorda o'zidagi o'sha toksik moddalarni o'tkazish xususiyatiga ega. Agar mahsulotni, dorivor o'simliklarni o'sha salafanlarda saqlash eng katta xato. Shisha idishlarda o'sha eng yaxshi saqlanadigan bu shisha idishlar, idishlarda saqlashimiz kerak yoki o'sha xaltachalarimizda tabiiy o'zimizni paxtadan tayyorlangan o'sha xaltachalarda saqlashimiz kerak. 1 yildan oshiq bo'lmagan holatda. Chunki 1 yil davomida u tarkibidagi o'sha faol moddalarini, flavonoidlarini tabiiy holatda saqlab qoladi. Faqatgina dorivorlarni emas, choylarimizni, nonlarimizni, o'sha kundalik davomida iste'mol qiladigan mahsulotlarimizni o'sha xaltachalarga qaytarishni maslahat beraman. O'sha ota-bobomiz ishlatgan non xaltalar, choy xaltalarini avlodimizga ham o'rgataylik, o'zimiz ham ishlataylik. Albatta. Shu o'rinda siz bilan maslahatlashishni istagan tomoshabinlarimiz sizga murojaat qilishlari uchun azizlar, hozir ekranlaringizda ularning telefon raqamlari, ijtimoiy tarmoqdagi albatta manzillari ko'rsatiladi. Suratga olishingiz yoki bo'lmasam yozib olishingiz mumkin. Bundan tashqari, agarda ulgurmasangiz, bizni telefon raqamlarimiz ishlab turibdi. Ayni daqiqalarda bizga qo'ng'iroq qilib Azizaxonga beradigan savollaringizni berish imkoniyatiga egasiz. 71 kodi bilan 244 01 41 raqami. Va agarda Azizaxon bilan bog'lanishni istasangiz, mana shu raqamga ham qo'ng'iroq qilsangiz, albatta biz ularni manzillarini aytib o'tamiz va sizga beramiz. Qo'ng'iroqlar juda ham ko'p, shu bois ham band bo'lib qolyapti tarmog'imiz va mana shu o'rinda bir tomoshabinimiz savol yo'llabdilar. Hozir rejissyorimiz ishora qildilar. Zafaron haqida ma'lumot bersinlar debdilar. Zafaron o'sha dorivor o'simliklarning shoxi deyman-da, juda ham foydali. Faqatgina zafaronni ishlatganimizda uning me'yori juda muhim. Juda ham zafaronni foydasini eshitib,
choyli damlamalar, sutli damlamalar qilib iste'mol qilish mumkin. Ko'p miqdorda solib yuborish holatlari salbiy oqibatlarga olib kelganini eshitamiz, ko'ramiz. Faqatgina bir donagina nima desam, gulchani, hattoki bir dona o'sha ular kichkina gulchalar, bir donaginasi eng yaxshi o'sha me'yor deymanda. Agar me'yorni to'g'ri bilsa, 2-3 dona ishlatish mumkin. Me'yorni bilmadingizmi? Eng kam miqdori juda ham foydali. Organizmni to'liq yoshartiruvchi, organizmni toksinlardan tozalovchi, ya'ni jigar detoksikatsiyasiga yordam beruvchi faol moddalari mavjud tarkibida. Rahmat ma'lumot uchun. Ayni daqiqalarda biz biroz tanaffus qilib olamiz. Bizda reklama vaqti, undan so'ng yana davom ettiramiz. Marhamat. Voy, eng qiziq joyida to'xtadi-ya. Siqilmanglar, hozir qaytamiz. Har bir yaxshi kun Jacobs qahvasi bilan boshlanadi. Hayotning betakror ta'midan bahramand bo'l. Sen ham buni xohlashingni bilgandim. Marhamat. Team hammaga yetadi. Yandex.Go katta chegirmalarga yaqinlashtiradi. Maxway'ning top taomlarini 40% gacha chegirma bilan buyurtma qiling va bu g'ali hammasi emas, hammasi Yandex.Go ilovasida. Marhamat. Team hammaga yetadi. Ishoning, juda ham qaynoq bo'ladi. Bir litr 2,5% yog'li Pure Milky sutini 10.990 so'mdan xarid qiling. Mehr uchun vaqt toping. Asl baraka. Innovatsion texnologiyalar bilan hosildorlikni oshiring. Oq ayiq tavsiyasiga amal qiling. Texnomartdan LG konditsionerni 2.999.000 so'mga xarid qiling. Trimol bosh og'rig'i bilan kurashadi. Bosh og'rig'imi? Shunchaki Trimolni tanlang. 1 kilo mol go'shti yog'li qiymasini 79.990 so'mdan xarid qiling. Toshkent shahrida elektr energiyasi ta'minoti yanada yaxshilanadigan bo'ldi. Toshkent shahrining barcha 35-110 kilovoltli podstansiyalarida modernizatsiya ishlari davom etmoqda. Olmazor tumanida elektr kabellari zamonaviylarga almashtirilmoqda. Yangi zamonaviy sip kabellarga almashtirish jarayonlari mana shu hududlarimizda bor hozirgi kunda. Rejamiz bo'yicha 3 kilometrdan ziyod sip kabellarni tortishimiz kerak bo'ladi. Elektr ta'minoti uzluksizligini ta'minlash borasidagi ishlardan aholi mamnun. Mana elektr liniyalarimiz tortilib, kabellar yangi tortildi, stolbalarimiz yangi bo'ldi. Oldin yog'och stolba bo'lardi. Shamol bo'lsa o'chib qolardi. 2-3 kunlar suvsiz o'tiradi. Poytaxtimiz iste'molchilarini uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash yo'lidagi ishlar seshanba 6-may soat 19:25 da teletahlil ko'rsatuvida. 1 litr 2,5% yog'li Pure Milky sutini 10.990 so'mdan xarid qiling. Assalomu alaykum. Mehr uchun vaqt toping. Asl baraka. Innovatsion texnologiyalar bilan hosildorlikni oshiring. Oq ayiq tavsiyasiga amal qiling. Texnomartdan LG konditsionerni 2.999.000 so'mga xarid qiling. 1 kilo mol go'shti yog'li qiymasini 79.990 so'mdan xarid qiling. Azizim, jonli efirimiz mana boshlandi. Hurmatli tomoshabinlar, biz yaxshi kayfiyatda sizni eshitamiz, tayyormiz va shu onlarda yana bir tomoshabinimiz qo'ng'iroq qilib tushdilar. Assalomu alaykum. Biz sizni eshityapmiz. Alo. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, sizimsiz? Assalomu alaykum. Men hurmatli ekspertimizga savolim bor edi. Marhamat. Metabolizmni kuchaytirish uchun qanaqangi o'simliklarni tavsiya qilishi, iste'mol qilishi, doimiy iste'mol qilishi tavsiya qiladilar. Juda ham yaxshi. Kundalik ravishda. Rahmat savol uchun. Aziza, marhamat.
Organizmda o'sha metabolizmda har xil jarayon bor. Biz aynan bitta jarayonni ola olmaymiz. Sizda eng birinchi organizmga yordam deyman, jigarimizdagi. Chunki jigar ikkita bosqichli detoksikatsiya jarayonini amalga oshiradi. Agar biz oddiy shu ovqatlanganimizda ham birinchi jigarimiz bizga o'sha tozalab, detoksikatsiya jarayonida, ya'ni zaharli moddalardan xoli qilib chiqarib beradi va detoksikatsiya jarayonida hosil bo'lgan zaharli moddalar yoki siydik yo'li orqali bo'lmasa o't yo'li orqali tashqariga chiqarib yuboriladi. Ko'pincha eng katta og'ir zaharlar o't yo'li orqali chiqariladi, ularning ya'ni miqdori katta bo'lganligi uchun. O'sha paytda bizning eng katta yordamimiz unga o'sha chiqarishda yordam berish. Yengil o't haydovchi damlamalarni ichib yurish juda ham foydali hisoblanadi. Bu shu aytganimdek, moychechakning juda ham kam dozasi, ikkita yoki bitta gulchasi va kalendula deymiz, kalendula gulchalari. Yengil o't haydovchi hisoblanadi. Bu bilan biz organizmga yordam bergan bo'lamiz o'sha jarayonga. O'sha yengil o't haydovchi damlamalardan kam miqdorda ertalab, nahorda, nonushtadan 20-30 daqiqa oldin ichib yurish yoki moychechaklik yoki kalendulalik ichib yurish tavsiya etiladi va dam olgan holatda surunkali ichish mumkin emas. Yana qaytaraman, dorivor o'simliklarni tarkibi shundayki, doimiy ichib yurishingiz tavsiya etilmaydi. Allergik kasalliklarga olib kelishi mumkinmi? 15 kun davomida ichib yurish mumkin. Doimiy iste'mol qilish allergik kasalliklarga olib kelishi mumkinmi? Albatta, boshqa og'ir ahvollarga ham olib kelishi mumkin, allergik holatlarga ham olib kelishi mumkin. Chunki tarkibidagi faol moddalar kuchli allergenlar hisoblanadi aslida. O'shaning uchun ham dorivor o'simliklar va qayta aytaman, juda ham ko'p shu savollar beriladi o'zimga ham. Homildorlik va laktatsiya, ya'ni emiziklik davrida dorivor o'simliklar cheklanadi. Agarda ona salomatligiga ziyon ko'rsatmagan holatda, ya'ni bu ona va bola salomatligiga ziyon ko'rsatmagan holatda faqatgina davolovchi shifokori ko'rsatmasiga binoan qaysidir bir o'tlar yoki dorivor o'simliklar tavsiya qilinishi mumkin. Lekin o'z boshimchalik bilan bilib bilmasdan eshitib dorivor o'simliklarning iste'molini taqiqlayman, chunki iste'mol qilinmasligini aytaman. Sababi o'sha dorivor o'simliklarning tarkibidagi faol moddalar, kuchli allergenlar va bolada allergik holatlarni qo'zg'atib yuboradi. Tug'ilgandan keyin ham juda qiyin holatlarga olib keladi. Tug'ilguncha bo'lgan holatda homildorlikda bola tushish xavfini ham kuchaytirib yuboradi. O'shaning uchun homildorlar va emizikli ayollarimiz vaqtincha dorivor o'simliklarni ishlatmaymiz. 3 yoshgacha bo'lgan bolalarga ham, 3 yoshgacha bo'lgan bolalarda allergik holatlarni kuchli qo'zg'atadi. O'shaning uchun 3 yoshgacha bo'lgan bolalarga ham dorivor damlamalar qo'llanilmaydi. Aslida dorivor o'simliklarning me'yori albatta mutaxassis tomonidan tayyorlanishi kerak. Me'yorni bilmasdan turib kuchli damlamalar tayyorlab iste'mol qilish bu katta xato deb hisoblayman. Juda ham yaxshi. Ayni daqiqalarda bizda yana bir qo'ng'iroq egasi borlar, lekin undan avval esa Azizaxon bilan bog'lanib, ulardan maslahat olmoqchi bo'lsangiz yoki bo'lmasam savollaringiz bo'lsa, albatta ularning manzillarini hozir ekranlaringizda ko'rsatamiz. Rejissyorimizdan iltimos qilamiz, marhamat. Ularning manzillari va ijtimoiy tarmoqdagi manzillar orqali ham bog'lanish imkoniyatiga egasiz. Suratga olishingiz mumkin yoki bo'lmasam yozib olishga harakat qiling. Birozdan so'ng yana albatta ularning manzillarini ekranlaringizda chiqaramiz. Allo, assalomu alaykum. Yana bir tomoshabinimiz bizga qo'ng'iroq qilib tushdilar. Uzilib qoldi. Hech hissi yo'q. Yana qayta urinib ko'rishingiz mumkin. Telefon raqamlarimiz ishlab turibdi. Biz jonli efirdamiz azizlar. Sizni eshitamiz loyihasi 71 kodi bilan 244 01 41 raqamlariga qo'ng'iroq qilib Azizaxonga savollaringizni berishingiz mumkin. Ular esa bajonidil javob beradilar. Yuqorida o'sha jigar sirrozi haqida suhbatni boshlayotgan edik. Mana shu jarayonda nimalarni tavsiya berasiz, nimalarni aytasiz? Jigar sirrozi kuzatilganda bir so'z bilan aytaman. Jigar sirrozi bilan agar siz og'riyotgan bo'lsangiz, bu bo'yicha isbotlangan tibbiyotda aniq davo protokollari bor. Bu siz hech qanday dorivor o'simliklar davo bo'lmaydi.
hattoki ichishi xato hisoblanadi. Sababi dorivor o'simliklar tarkibidagi faol moddalar o'sha jigar hujayralariga keskin ta'sir qiladi. Shuning uchun kasallikni yanada avj oldirib yuboradi. Umuman dorivor o'simliklarni hattoki jigar sirroziga davo deb faollikka ega bo'lgan dorivor o'simliklarni ham taqiqlagan bo'lar edim. Sababi bunday faol moddalar jigarning faoliyatiga, ya'ni sirroz holatda biz bilmaymiz, sirroz aktiv holatdami, passiv holatdami. Buni faqatgina davolovchi shifokor hal qiladi davo chorasini va shifokor nazoratida barcha davolanishlar olib boriladi. Shifokorga bormasdan dorivor o'simliklarni ichib yurish bu sizning salomatligingizga faqatgina yomon ta'sir qilishi mumkin. Shifokor bilan birgalikda olib borilgan barcha davo choralari siz uchun albatta foydali bo'ladi. Juda ham yaxshi. Ayni daqiqalarda tomoshabinimiz bizga qo'ng'iroq qilib tushdilar. Ular bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat, sizni eshitamiz. Men Bekobod shahridan qilyapman. Juda ham yaxshi. Shu mutaxassis qizimizga savolim bor edi. Marhamat. Jigarim yog' bosgan deyishuvdi. Shunga rastoroksin ichib yuraman. Shuni ko'p iste'mol qilish mumkinmi? Yo buni ham me'yori bormi? Tushunarli. Savol tushunarli. Ana endi esa javobini eshiting. Hurmatli tomoshabinimiz. Marhamat. Sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling siz ham. Jigar hujayralariga faoliyatiga ta'sir etuvchi o'simliklardan o'sha rastorov ishlatiladi. Artishok ham ishlatiladi. Bular bitta oilaga kiradi. Ularning faqat faol moddalari har xil bo'ladi. Silimarin moddasi juda ham foydali. Faqatgina me'yor. Doimiy ichish mumkin emas. Agar siz damlamani bir kunda bir mahal ichayotgan bo'lsangiz, 1 oy davomida ichish mumkin. Va dam olish kerak. 3 oy, 2 oy o'rtada dam olib, yana 1 oy takrorlashingiz mumkin. Doimiy ichish mumkin emas. Agar siz o'sha 1 oydan beri ichayotgan bo'lsangiz, albatta hozir to'xtatib turishingizni tavsiya qilaman va organizm dam olib, o'zining metabolizmiga tushishi kerak. Keyinchalik yana ham yordam uchun albatta ichib yurish foydali bo'ladi. Albatta har bir narsani me'yori bo'lgani kabi, demak dorivor o'simliklarni ham iste'molida albatta me'yor bo'lishi kerak ekan. Doimiy ravishda iste'mol qilish mumkin emas ekan. Azizaxon, demak siz barcha o'simliklarni o'sha tarkibidagi moddalarni juda ham yaxshi bilasiz. Albatta mutaxassissiz. Sizni o'zingiz qaysi dorivor o'simliklardan foydalanasiz profilaktika uchun? Profilaktika uchun aynan o'zimni tavsiyam hozir oxirgi vaqtda aynan mikrokokatlarga ko'p e'tiborimni qaratganman. Hozir keng o'stirilyapti. Ovqatlarimizga, salatlarimizga qo'shib yeyish uchun, ya'ni mikrokokatlar. Mikrokokatlar shunday zo'r mahsulotlar deyman, chunki tarkibidagi o'sha faol moddalari, tarkibidagi vitamin, minerallari katta holatda, ya'ni o'sgan holatidan 40-50 barobargacha baland bo'ladi. Bular hozir urf bo'lgan karamdoshlar, ya'ni karamdoshlar oilasiga kiruvchi barcha mikrokokatlar foydali. Misol uchun rukola yoki selderi deymiz yoki hozir brokoli deymiz. Aynan o'sha mikrokokat holatda iste'mol qilib yuraman. Juda ham yaxshi. Yana bir qo'ng'iroq egasi biz bilan bog'landilar albatta. Savollar juda ham bisyor, tomoshabinlarimizga qiziq va biz ham bundan xursandmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat, savolingizni yo'llashingiz mumkin. Oyoq og'riganda, o'zidan o'zi og'riganda, masalan, doktorga borgan alomat ko'rinmasa, nimalarni tavsiya berasiz? Savol biroz tushunarsizroq bo'ldi. Shoshilmasdan, bemalol, dona-dona qilib savolingizni yana bir bora yo'llang. Marhamat. Oyoq og'riganda, doktorga borganda, tekshirganlarda doktor, lekin hech qanaqa alomat ko'rinmaganda, yomon narsa ko'rinmaganda, nima iste'mol qilish mumkin? Tushunarli. Rahmat savol uchun. Juda ham yaxshi. Savol tushunarli bo'ldi ana endi. Aynan o'sha oyoq og'riganda, shifokor ko'rigiga borganda hech qanday yomon narsalar chiqmaganda, demak
shunchaki organizm uchun, aynan oyoq og'rig'ida qanday dorivor o'simliklarni ichish mumkin? Oyoq og'rig'i agar o'sha klinik belgilar bo'lmasa, ko'pincha bizada xirurglarga borib tekshirtiradi. Yo'q, agar oyog'ingiz og'rigan bo'lsa, maslahat berardim bir nevrolog ko'rigini ham. Ba'zan biz e'tibor bermaydigan o'sha nevrologik holatlar ham oyog'imizga og'riq beradi. Bu holatda to'g'ri tashxis qo'yish eng birinchi davo. Har qanday o'sha holatda klinik holat kuzatilyaptimi, eng avvalo to'g'ri tashxis. Oyog'ingiz og'rishi sababini to'g'ri topish bu birinchi davo deyman. To'g'ri tashxis qo'yish kerak. Agar sizda o'sha nevrologik holatlar bo'lishi mumkin, stresslar, charchoqlar, to'yib uxlamaslik, bu ham oyoqqa og'riq beradi. Bunday holatlarda o'sha aytganimdek, tinchlantiruvchi damlamalar ichib yurish, o'sha moychechak damlamasini ichib yurish, tinib uxlash albatta oyoq og'rig'ini yengillashtiradi, ketkazadi va ko'pincha dorivor o'simliklardan tayyorlangan yog'lar bor, ya'ni dorivorli yog'larni surishimiz ham mumkin. Ya'ni massaj holatda uqalab ishlatsak, bu ham foydali bo'ladi. Juda ham yaxshi. Yana shunday SMS kelgan, ya'ni savol yo'llashgan tomoshabinlarimiz o'sma kasalliklarini oldini olish uchun qanday giyohlarni ichganimiz ma'qul? Hozirda o'sha saraton kasalligi haqiqatdan avj olgan, profilaktik holatda iste'mol qilib yurishimiz muhim bo'lgan ikkita mahsulotni aytaman, ya'ni o'zim iste'mol qilib yuradigan. Bu birinchisi o'sha boya aytdik, kurkuma, ya'ni kurkumin moddasi, bu saraton hujayralariga qarshi faollikka ega. Va ikkinchisi bu brokoli. Brokolini ham mikrokukat holatda iste'mol qilaman, ham katta yetishtirilgan holatida. Sababi tarkibida aynan saratonning turlariga ta'sir etuvchi ikki xil modda bor. Biri sulfafran moddasi bo'lsa, biri indol 5 moddasi bor. Bular hammasi o'sha indol 5 karbinol ham, sulfafran ham ikki xil miqdorda bo'ladi. Mikrokukat holatda sulfafran moddasi 100 barobargacha baland bo'ladi. Ya'ni bu degani farmakologik ta'sirga ega degani. Saraton hujayralarini nima desam, qarshi eng faollikka ega bo'lgan modda bu. Yetishtirilgan holatda mana uni iste'mol qilamiz nonushtalarda. Yetishtirilgan holatda tarkibida o'sha karbinol 5 bu eng ko'p miqdorda bo'ladi. Bu ham foydali. O'shaning uchun ham mikrokukat holatda, ham yetishtirilgan holatda aynan saraton profilaktikasi uchun, saraton xavfi tug'dirilayotgan bironta klinik belgilar bo'lganda doim shu iste'molni to'xtatmasdan mana shu mahsulotlarni iste'mol qilib yurish juda ham foydali bo'ladi. Agarda sizda saraton kuzatilgan bo'lsa ham oziq-ovqat qo'shimchangizga aynan brokolining o'sha yetishtirilgani va mikrokukatini qo'shsangiz metastaz berishini oldini oladi. Ya'ni saraton yanada boshqa rivojlanish xavfini oldini oladi va to'xtatadi. Juda ham yaxshi. Yana bir qo'ng'iroq egasi bizga qo'ng'iroq qildilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jonli efirimizga qo'ng'iroq qilib tushdingiz. Rahmat. Menda shu o't qovug'i olingan. Oxirgi paytlar menda bir qabziyat holatlari bo'lyapti-da, 2 kunda, 3 kunda tashqariga chiqish holatlari bo'lyapti. Keyin giyohlar damlatgan yengillik paydo bo'lyapti. Shunda qaysi giyohlar foydali? Tushunarli, savol tushunarli. Rahmat, savol uchun. Qabziyatda qanday dorivor o'simliklar foydali? Bu kishi adashmasam, to'g'ri eshitgan bo'lsam, o't qopini oldirdim deydi. Bunday holatda sizda o'sha yog'larni parchalanishi qiyinlashadi va o'sha qabziyat holatlari kelib chiqishi mumkin. Eng foydalisi o'sha organizmga ziyon qilmaydigani zaytun yog'i. Zaytun yog'ini iste'mol qilib yurishingiz doimiy o'sha ich qotishni oldini oladi va o'sha normada keltiradi. Eng foydalisi bu zaytun yog'i. Bir kunda me'yori qanday bo'ladi? Va zararsizi. O'sha kichik qoshiqda bir qoshiq ertalab och qoringa ichib yurish mumkin. Demak, bir kunda bir mahal bo'ladi yoki salatlarimizga bir qoshiq quyib iste'mol qilsak ham bo'ladi. Zararsiz va foydalisi. Juda ham yaxshi.
Savollaringiz bo'lsa, azizlar, bemalol qo'ng'iroq qilish imkoniyatiga egasiz. Telefon raqamlarimiz 71 kodi bilan 244 0141 raqamlari ishlab turibdi. Albatta, Azizaxonga savollaringizni yo'llash imkoniyatiga egasiz. Va biz bajonidil Azizaxon bilan mana javob berishga tayyorlar. Demak, bugungi kunda shunday savol ham bor. Bugungi kunda dori-darmon sanoatida tabiiy o'simliklardan qanday foydalanish yo'nalishlari bor deyaptilar. Dori-darmonda. Endi shu o'rinda ma'lumot berib o'tib ketaman. Albatta. Tabiiy dorivor o'simliklarni ba'zan isbotlangan tibbiyot taqiqlaydi. Yo'q, qachon taqiqlaydi? Isbotlanmasa. Agarda siz o'sha tabiiy dorivor o'simlikning tarkibini ilmiy tadqiqotlarda, faolligini klinik tadqiqotlarda isbotlab bersangiz, bunday vositalarni tibbiyot tan oladi. Dorivorlardan, ya'ni dorivor xususiyatiga ega bo'lgan o'simliklardan agar biologik faol qo'shimchalar tayyorlansa, bu kamida 3 yil ilmiy tadqiqotlarni talab etiladi. Agar biz tabiiy dorivor o'simliklardan dori vositasini, ya'ni preparatlarni, farmakologik dori vositalarini tayyorlash bo'lsa, bu kamida 10 yil klinik tadqiqotlarni, ilmiy tadqiqotlarni talab etadi. Bunday tadqiqotlardan o'tgan, bunday sinovlardan o'tgan mahsulotlar albatta shu dorixonalarga chiqariladi, isbotlangan tibbiyotda qo'llaniladi. Yuqorida o'zingiz aytib o'tdingiz, aynan o'sha eng asosiysi oziqlanishimizga e'tibor qaratishimiz kerak, oziq-ovqatga e'tibor qaratishimiz kerak deb. Umuman olganda, qaysi mevalarni va sabzavotlarni ko'proq iste'mol qilishimizni tavsiya etgan bo'lardingiz? Siz yuqorida sanab o'tgan o'sha inson organizmiga foydali bo'lgan moddalar aynan qaysi mevalarda mavjud? Mevalarimiz hammasi foydali. Hattoki sitrus mevalari ham foydali. Sababi sitrus mevalari o'sha gaplashganimiz buyrak toshlari kasalligi, ya'ni oksalat toshlarini eritishda o'sha sitrus mevalari ham foydali hisoblanadi. Ko'pincha tabiiy holatda o'sha zaytun haqida ham gapirdik. Zaytun bilan o'sha limon suvini aralashtirib iste'mol qilish ham juda foydali hisoblanadi. O'shaning uchun mevalarimizni eng foydalisi deyman, yana kimyoviy o'g'it berilmagani. Qaysi meva bo'lmasin, har bir mavsumda o'zining mevalari bor. Kutib turamiz o'sha mavsumda iste'mol qilish uchun mevalarni. Har bir mevamiz foydali. O'sha kimyoviy o'g'itlarsiz tabiiy holatda yetishtirilgan bo'lsa, juda ham foydali hisoblanadi. Kimyoviy o'g'it bilan yetishtirilganmi yoki tabiiy holda yetishtirilganligini oddiy iste'molchi qanday qilib bilishi mumkin? Endi ba'zan bilish juda qiyin. Sotuvchi orqali so'rab, dehqonlarimizda o'sha yetishtirgan insonni o'zi bilmasa, farqlash juda qiyin. Farqlash mumkin. Agar kimyoviy o'g'itlar, kimyoviy o'sha ishlovlar bilan o'sgan bo'lsa, juda ham u yutuq, yaltiragan, quritishmagan, chiroyli ko'rinishga ega bo'ladi. Juda chiroyli ko'rinishga ega bo'ladi. Ranglari ham tiniq. Kimyoviy o'g'it berilmagan o'sha o'zimiz eslaymiz, yoshligimizda yegan. Quritishsa qurtini olib tashlab yeb yurardik. Juda ham o'sha ta'mni eslayman doim. Yoshligimdagi o'sha olmani ta'mini men izlayman doim. Chunki o'sha tishlaganimizda qurt chiqsa, qurtni otib olib, tishlab yana yeb ketardik. Mana shunday ko'rinishlari rangpar yoki qurt tushgan yoki juda kichik bo'lishi mumkin. Bu tabiiy, o'zimizning o'sha tabiiy holatda yetishtirgan mahsulotlarimiz bo'lgan. Rahmat. Tavsiya uchun rahmat albatta. Yana bir qo'ng'iroq egasi bizni kutyaptilar. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Marhamat, savolingizni yo'llashingiz mumkin. Meni savolim qalampir munchoq to'g'risida edi. Menga uni maqtashgan edi, tomoq og'rig'ida bolalagan damlab ichirsa bo'ladi deb. Shu rostdan ham mumkinmi? Lekin beraman, yaxshi ta'sir qiladi. Me'yorlari qancha mumkin berganimda? Shu to'g'risida ma'lumot bersalar xursand bo'lardim. Juda ham yaxshi. Rahmat savol uchun. Marhamat. Qalampir munchoq tarkibidagi faol moddalar antibakterial, antiviral xususiyatga egaligi o'sha ilmiy tadqiqotlarda isbotlangan. Haqiqatan juda kuchli antibakterial xususiyatga ega. Faqat kecha farzandlaringiz 3 yoshdan oshgan bo'lsa, me'yorni saqlagan holda foydalanishingiz mumkin. 3 yoshgacha bo'lgan bolalarga umuman taqiqlanadi. Sababi qalampir munchoq tarkibidagi moddalar kuchli allergenlar hisoblanadi, juda kuchli moddalar.
O'shaning uchun iste'molingizda kuchli damlamalar holatda tavsiya qilmayman. Agarda o'sha bir dona qalampir munchoqda chaynab yana tuflab qaytarib tashlasa ham o'zi juda ham foydali bo'ladi. Agar damlama holatda ishlatayotgan bo'lsangiz ham ko'p miqdorda solmasdan 1-2 donasi yetarli damlama holatda iste'mol qilishingiz mumkin. Juda ham kam vaqtda, kam miqdorda kuchli tarkibidagi faol moddalari haqiqatdan antibakterial ta'sirga ega. Rahmat va yana navbatdagi savolimiz aynan o'sha hozir kattalar va bolalar iste'mol qilishi mumkin bo'lgan giyohlarni aytib bera olasizmi? Demak, 3 yoshgacha ba'zi bir giyohlar mumkin emas ekan. 3 yoshgacha mumkin emas dorivor o'simliklar. 3 yoshgacha bo'lgan bolalarga mumkin bo'lgan narsa bu ukrop suv, unaqa emas, shivit deymiz, o'sha arpa bajon. Keyin arpa bajonni uni ham yengil damlamasi, o'tkir damlamasi emas, juda ham yengil damlamalari ishlatilishi mumkin. O'sha ovqat hazmini yaxshilash uchun, dam bo'lishda oldini olish uchun foydalanish mumkin. Juda ham yengil, o'tkir damlamasi emas unda ham. Yengil damlama, juda kam miqdorda. Tushunarli. Ayni mana shu jarayonda tomoshabinlarimizga qanday maslahatlarni bergan bo'lardingiz? Qanday tavsiyalarni aytgan bo'lardingiz? Ular ko'proq mana shu giyohlardan foydalanishda, tabiiy dorivor o'simliklardan foydalanishda nimalarga e'tibor qaratishlari kerak? Tabiiy dorivor o'simliklarni foydalanishda ularning eng birinchi qaraydigan narsasi bu me'yor. Me'yordan oshirmaslik kerak. Me'yordan oshirmaganingizda organizmni o'zi ham o'zini o'zi tiklaydi-da. Organizmimiz shunday yaralganki, o'zini o'zi tiklaydi. Faqat biz unga yomon ta'sir qilib qo'ymasligimiz kerak. Me'yordan oshirmagan holda iste'mol qilishingizda, tabiiy mahsulotlar iste'mol qilishingizda, kimyoviy o'g'itlar, kimyoviy preparatlardan iloji boricha yiroq yurishingizni tavsiya qilaman. Bilib bilmasdan kimyoviy dori vositalarini ham iste'molini bu xato deb hisoblayman. Doim mutaxassis bilan, to'g'ri tashxis bilan qabul qilinishi kerak va eng yaxshisi o'sha ovqatlanish sifatiga va dorivor xususiyatiga ega bo'lgan o'simliklarni ovqatlanishimizga ziravor holatda qo'shishimiz juda chiroyli, ajoyib yechim bo'ladi. Kuchli damlamalar xalqimiz bilmaydi. Kuchli damlamalarni me'yorini, miqdorini bilmasdan iste'mol qilish kerak emas. Me'yor o'zi qancha bo'lishi kerak? Endi bu holatga qarab, organizm, har bir organizm holatiga qarab aslida dorivor o'simliklarning yengil damlamalari ishlatiladi. Kuchli damlamalari sizda ikkinchi bir boshqa bir kasallikning rivojlanishiga sabab bo'ladi. Yengil damlamalar qo'llaniladi qachonki bu ham kasallikni oldini olish uchun, kasallikni davolash uchun emas. Sizda aniq bir tashxisli kasallik bo'ldimi? Albatta mutaxassis, shifokor bilan maslahatlashgan holda o'sha davo choralari ko'riladi. O'zi tibbiyotning, umuman zamonaviy tibbiyotning ham, xalq tabobati, hamma tibbiyotning maqsadi kasallikni oldini olish, kasallikni davolash emas. Kasallikni davolash bu ikkinchi o'rinda. Birinchi qiladigan har bir insonning, har bir shifokorning ishi bu kasallikni oldini olish uchun harakat qilinadi. Albatta. Shu holatda ovqatlarimizni shifobaxsh ovqatlar qilib, ziravorlar bilan foydalanib, iste'mol qilib ko'katlar bilan. Ayni daqiqalarda yana bir tomoshabinimiz kutib turibdilar, biz bilan aloqadalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, iltimos televizoringizdan uzoqroqda yoki bo'lmasam boshqa bir xonaga chiqib olib biz bilan muloqotni o'rnatsangiz, aks holda uzilib qolish ehtimoli bor. Marhamat, savolingizni yo'llashingiz mumkin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchayapsizlarmi? Rahmat. Anaqa men Turkiyada yutali kelyapti, yutalyapman-da. Tomografiyaga tushmagacha o'pkalam toza chiqdi. Shuni mana shunda xir-xir keladi, yutalim ketmaydi. O'shanga qanaqadir giyoh qilsam bo'ladimi? Savol tushunarlimi? Rahmat savol uchun, marhamat. Javob berishingiz mumkin. Endi yutalyapman, yutalim ketmayapti deyishyapti. Ko'pincha bu yosh kattalarda o'sha surunkali bronxit hisobiga bo'ladi. Albatta birinchi navbatda siz o'sha oilaviy shifokoringizga uchrashishingiz kerak. Uning mutaxassis ko'rigi albatta muhim. Damlamalarda esa o'sha yengil antibakterialni damlamalar ichib yurish mumkin bo'lgan nimalar kiradi? O'sha timyanli suvni maslahat beraman. Timyanli suvlarni ichib yurish o'sha yo'talni ketkazishga yordam beradi.
Faqatgina bunday holatda agar surunkali bronxit bo'layotgan bo'lsa, albatta davolovchi shifokorga murojaat qilishingiz kerak. Rahmat. Yuqorida o'sha ko'katlarni ko'proq iste'mol qilishimiz kerak deb aytdingiz. Bilamizki, o'sha ko'katlarni iste'mol qilish jarayonida yuvish jarayoni ham, tozalab uni iste'mol qilish jarayoni ham muhim ahamiyatga ega. Nima maslahat berasiz? Aynan ko'katlarni yuvish jarayoni haqiqatdan juda ham muhim. Sababi bizada parazitlarni yuqtirishimiz ayniqsa askarida aynan ko'katlar toza yuvilmagan ko'katdan yuqadi. Ko'katlarni yuvishda eng yaxshisi tuzlik namakob suvga 20 daqiqa solib qo'yish. O'sha sodalar ham solib aralashma qilib solib qo'ysak bo'ladi. Sirkadan ham bir qoshiq sirka suvga aralashtirib hammasini 20 daqiqaga qo'yib, keyin toza suvda yaxshi bir 5-6 marta, 10 martagacha yaxshi choyib, suvini quritib, keyin iste'mol qilsak juda ham foydali bo'ladi. Shunchaki suvga bir tekkizib ishlatishadi. Bu parazitlarni yana rivojlanishiga olib keladi. Ayniqsa o'sha askaridani bolalarda ko'p kuzatiladi, askaridani rivojlanishiga olib keladi. Va mana shu jarayonda chaqaloqlarni ham, yangi tug'ilgan chaqaloqlarni o'sha giyohlar bilan cho'miltirish ham bir odat tusiga kirgan. Qanday giyohlar bilan cho'miltirishni maslahat bergan bo'lardingiz? Chaqaloqlarda o'zining maslahat beruvchi shifokor va aynan chaqaloqlarga qarovchi shifokorlar bor. Sababi ularning terisi ham juda nozik, bilib bilmasdan har xil damlamalarni men tavsiya bermayman. Eng yaxshisi o'zimizda o'sha oddiy suvimiz, ya'ni qaynatib sovutilgan suv, o'sha tarkibidagi og'ir tuzlardan xoli bo'ladi. Bir qaynatilgandan keyin sovutilgan suvda qaynatib sovutilgan holatgacha olib kelib ishlatsak, kuchli damlamalar bilan yuvintirishni chaqaloq holatda tavsiya qilmayman. Keyinchalik ba'zan chaqaloqlarimizda o'sha itlarida yallig'lanishlar kuzatilganda bularga maxsus o'zining ya'ni o'sha dermatologik testdan o'tgan surtmalari bor. O'shalarni foydalanishni tavsiya qilaman. Ba'zan endi yomon ta'sir qilmasligi mumkin, lekin ko'p holatlarda o'sha dermatit kasalliklar, boshqa og'ir holatlarga olib ketib qo'yishi juda xavfli. Bu damlamalarni, aynan dorivor damlamalarni chaqaloqda tavsiya qilmayman. Umuman tavsiya qilmayman. Juda ham yaxshi. Ayni daqiqalarda yana bir inson qo'ng'iroq qildilar. Muxlisimiz, marhamat, savolingizni yo'llashingiz mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'jayinim insak bo'lgandilar. Shunga kardamon olib kelib berishdi. O'sha mumkinmi? Kardamon ichirsak deb so'ramoqchi edim. Yana bir bor savolingizni qaytarib yuboring. Savolingizni boshdan uzilib qoldi shekilli aloqa. Alo. Muallifimizdan iltimos qilamiz, tomoshabinimizning savollarini bizga aytib yuborsangiz. Kardamon nimada? Karbamol haqida ma'lumot. Kardamon dedi. Eshitdim, nimada? Shu haqida ma'lumot. Kardamon juda ham foydali damlama hisoblanadi. Ko'pincha dorivor giyohchilar o'sha yurak kasalliklarida tavsiya qiladi. Yurak bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar, jigar bilan kuchli dorivorlik xususiyatiga ega bo'lgan mahsulotlar tavsiya qilinmaydi. Faqatgina shifokorga birinchi maslahatlashish kerak. Shifokor agar tavsiya qilsa, ko'rsatma bersa, keyin iste'mol qilish kerak. Ungacha iste'moli taqiqlanadi. Agar aniq tashxisli yurak kasalliklari va jigar kasalliklarida dorivor o'simliklar taqiqlanadi. Faqatgina davolovchi shifokor uning holatidan kelib chiqib, holatni biz bilmaymiz-ku. Holatidan kelib chiqib tavsiya etsagina qabul qilish mumkin. Bo'lmasa men tavsiya etmayman, bilib bilmasdan. Yana bir qo'ng'iroq egasi bizda borlar. Assalomu alaykum.
Marhamat, savolingizni berishingiz mumkin. Efir ko'rayotdik. Hozir mutaxassisga savolimiz bor edi. Eng xavfsizi bu o'sha tog' rayhoni damlamasi. Tog' rayhoni bilan birgalikda aynan tog' rayhoni birgalikda iste'mol qilinsa, ovqatdan bir piyolacha o'tkir damlama, yengil damlama holatda 15 xolos bo'ladi. Ayni daqiqa manzillarini ekranlaringizga chiqaramiz. Suratga olishga ulgurib ijtimoiy tarmoqdagi manzillar ham yozilgan kod bilan 41 raqamlarga bemalol niyatiga egasiz va ayni daqiqalarimiz biz bilan bog'landi. Assalomu alaykum. Iltimos qilar edik, joningizda televizor murovatini biroz pastlatib qo'yishingizni va chalg'ar yoki bo'lmasa boshqa xonaga chiqib savolingizni ayni mudao bo'lardi, chunki aloqa uzilib qolish ehtimoli katta va hozir ham menimcha uzilib qoldi. Tomoshabinimiz, efirdamisiz? Biz bilan bog'langanmisiz? Uzilib qoldi. Mana shunday jarayonlar bo'lib turadi. Shuning uchun ham efir qoidalariga amal qilishingizni iltimos qilib qolardik. Savollaringiz bo'lsa, albatta yana qo'ng'iroq qilishga harakat qiling, chunki qo'ng'iroqlar juda ham ko'p, band bo'lish ehtimoli ham katta. Demak, yana savollarni berishda davom etamiz. Biz bilgan, bilmagan tavsiyalaringiz bormi? Sohangizdan kelib chiqqan holatda. Sohamdan kelib chiqqan. Misol uchun deylik, mana eng asosiysi uyqu yaxshi bo'lishi kerak dedingiz. Yuqorida aynan o'sha melatonin qaysi giyohlarni tarkibida bor? Bormi o'zi yoki yo'qmi? Yo'q, bunday dorivor o'simliklarni melatonin uchun iste'mol qilinmaydi. Bunday ko'rilmaydi. Yoki insonni tinchlantiruvchi tarkibga ega bo'lgan, efir yog'lariga ega bo'lgan o'simliklar damlamalari iste'mol tavsiya qilinadi. Faqat tinchlantiruvchi, o'sha chuqur uyquni ta'minlab beruvchi, uyqu sifati o'zi aytamanda salomatlikda eng katta e'tibor berayotgan narsamiz ruhiyatimiz va yeydigan mahsulotimiz. Aynan ruhiyatimizga ta'sir qiluvchi omil bu uyqu. Albatta chuqur uyquni ta'minlaydigan giyohlar bor. Bu giyohlar o'sha tarkibida o'zida yaxshigina efir yog'larini ushlaydigan giyohlar. Bular o'sha moychechak va tog' rayhoni. Bular hammasi yoki ko'pchilik uyda ham iste'mol qiladi, miyata deymiz, ya'ni mana shu damlamalar doim ham tinchlantiradi va uyquni sifatini yaxshilaydi, organizmni o'sha metabolizmini ishini ta'minlab beradi. Juda ham yaxshi. Yana bir qo'ng'iroq egasi bizga qo'ng'iroq qilib tushdilar. Aloqadasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat, savolingizni yo'llashingiz mumkin. 64 yoshdaman. Kechqurun uyqum yo'q. Qanaqa dori aniqlarni, o'simni nima deydi, tabiiy dorilarini tavsiya qila oladimi? Rahmat savol uchun. Marhamat. Anjon sog' bo'lsin. Sog' bo'ling siz ham. 64 yoshda ba'zan bu tabiiy holat, uyquning sifati yomonlashishi. Bunday paytda eng foydali bo'ladi tabiiy dorivor mahsulotlar yeyish. Uyqungiz o'sha normal holatga keltirish uchun ko'proq 5 soat 5 dan keyin ovqatlanmaslik birinchi navbatda, ya'ni organizm dam olishi kerak.
va uyqudan bir 30 daqiqa oldin moychechak damlamasini damlab, bir piyolagina moychechak damlamasini ichib, uyquga yotish kerak. Va shu holatda takrorlanib, bir hafta takrorlangan holatda o'sha organizm tinchlanadi va chuqur uyquga ketish protsessiga tushadi. Ko'proq jismoniy faollik kerak. Albatta uyqudan oldin jismoniy faol bo'lib, yurish foydali. Yurish kerak va uyquga tayyorlanish kerak. Biz uyqudan oldin ham o'zbekchilikda choy ichib olish yoki biron nima iste'mol suhbat ustida biron iste'mol qilish oziq-ovqatlar bu yanada o'sha organizmni dam olishiga ruxsat bermaydi. Agar siz jismoniy faollikni amalga oshirib soat 5-6 dan keyin ovqatlanmasdan moychechak damlamasini ichib yursangiz, albatta uyqu sifati yaxshilanadi. Tushunarli Azizaxon, ayni daqiqalarda bizda qisqa reklama, undan so'ng yana davom etamiz. Marhamat. Qimmatli vaqtingizni sifatli reklamaga sarf qilmoqchimisiz? Unda bizda reklama. Adasi, eshitdingizmi? Marketda 50% chegirmaga pul berishyapti. Katta oila uchun ko'p mahsulotlar marketda bor. Bo'lib to'lash mumkin. Marketda. Ajoyib market. Bundan tashqari, marketda mahsulotlarni solishtirish mumkin. Bu marketmi? Yo'q, bu boshqacha market. Market Yandex.Go. Yandex.Go'ni oching, marketga bosing va birinchi buyurtmaga mahsulotlarni Pochin promo kodi bilan 50% chegirmaga xarid qiling. Har bir yaxshi kun Jacobs qahvasi bilan boshlanadi. Hayotning betakror ta'midan bahramand bo'l. Shirin iste'molchilarning birinchi raqamli tanlovidir. Tekshirib ko'ramizmi? Keling. Qani keling. Shirin har bir uyda shirin. Qaynoqqina qahva, samimiy suhbatdosh va albatta siz sog'ingan qo'shiqlar. Xullas, xiyobonda ko'rishamiz. Sizni eshitamiz loyihasi davom etyapti azizlar Toshkent telekanalida va bizga ajratilgan vaqt ham tobora o'z nihoyasiga yetib bormoqda va shu asnoda Azizaxon, aytar so'zingiz, tavsiyalaringiz bor. Xalqimizga uzoq umr tilayman. Asosiy umumiy salomatligingizni asrashda aslida g'arb davlatlar bizni davlatga, bizni regionga havas bilan qaraydi. O'sha ota-bobolarimiz saqlagan tabiiy mahsulotlarimizni asrab qolaylik, kelajak avlodga o'rgataylik, tabiiy salomatligimizni asrashda barchamiz albatta birgalikda harakat qilaylik. Doim salomat bo'ling. Ko'rsatuv avvalida bir kichkina tadqiqot o'tkazganingizni aytgan edingiz. Adashmasam, Xitoy davlatidan olib keltirdim. Mana shu jarayonni qisqa qilib aytib bera olasizmi? Tomoshabinlarimizga yana ham qiziq bo'lishi uchun. Aynan o'zim ilmiy tadqiqotimda Xitoy davlatidan keltirilgan o'sha o'simlik bilan o'zimizni O'zbekistonda o'sgan o'simlikni identifikatsiya qilib tarkibida o'sha ta'sir etuvchi moddasini tekshirganimda O'zbekistonda o'sgan o'simlikda 8 ta faol modda chiqqanda, Xitoy davlatidan olib keltirilgan o'simlikda 2 dona chiqqan. O'shanda aytganman, yana bir amin bo'ldimki, biz Alloh nazari tushgan shunday o'lkada yashaymiz. Bizning mahsulotlarimiz, bizning iste'molimizdagi barcha mahsulotlar yoki o'simliklarimiz hammasi biz uchun juda ham koni foyda, juda ham foydali. Faqat biz ularni to'g'ri foydalanishimiz kerak va to'g'ri asrashimiz kerak. Rahmat. Demak, eslatib o'tamiz azizlar, bugun studiyamizga O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Bioorganik kimyo instituti ilmiy xodimi Azizaxon Eshmuratova tashrif buyurdilar va bir qancha qiziqarli savollarga javob berdilar. O'ylaymizki, tomoshabinlarimizga ham bugungi jonli efirimiz manfaatli bo'ldi. Demak, sizni eshitishda biz davom etamiz. Toshkent telekanalidan yiroqlashmang, chunki jonli efirlarimiz davom etadi. Boshqa dasturlar kutib turibdi. Biz esa hozircha sizlar bilan xayrlashamiz. Doimo salomat bo'ling.